Ani xunum olishamaydi aka. Hozir 35,5 millionga bermayapti. Reklamada 36,5 millionga bermagan ekan. Aka egizaklar kimdan ekan? Hormaylar. Havas qilganlar lak bosib qo'yamiz. Havas qildim deb kommentariyaga yozib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Uxlayapti. Necha kun bo'ldi bular dunyoga kelganiga? Xo'p. 20 kun hisob. Xo'p. Kim qayerdan ko'ryapti? Kommentariyaga yozib qo'yamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mol dunyo uz kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Andijon viloyati Shahrixon, Xoldonbek Jo'ja chorva bozoridan to'g'ridan-to'g'ri efir qilyapmiz. Qadrdonlar, videomiz oldin eslatib o'tamiz, bitta like so'rab qolamiz. Kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'ysalaring, biz qo'yayotgan videolarda, yangiliklarda birgalikda guvohi bo'layotgan bo'lamiz. Bunday bo'lsa boshladik. Hafta kuniga seshanba 21-aprel 2026-yil. Omir aka. Voy, nechpul bo'lyapti? Hormaylar, assalomu alaykum. Nechpul bo'lyapti? 24 million beryapti. 24 million so'mga bermay. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bola nechta suti bor? 8 ta suti bor ekan, ikkinchi bolasi ekan. 24 million so'mga berishmayapti. Xo'p, qiziqalar telefon raqam berasizmi aka? 91lik 672 0272. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu yerda ham bozor to'g'risida qara fikringiz qanaqa endi bozor to'g'risida? Bozor yaxshi. Yaxshimi? Shunaqa gaplar xalqimizga duo qilib qo'ying. Chorvadolarimizni, chorva sevarlarimizni bir duo qiling, akalar bilan qo'l ochib. Allohu akbar, boringizga shukr. Aka, sog' bo'ling. Umringiz bo'lsin. Farzandlaringiz orzu havasini ko'ring. Sog' bo'ling. Bakano, nima bo'lyapti? Uxlayaptimi bu? Nima qilyapti? Ha? Charchadimi? Necha kun bo'ldi bu dunyoga kelganiga? Ha? 2 hafta bo'ldi ekan. Nechpul deyapsiz aka buni? 30 kami bor deyapsizmi? Nechpul qildi bozor? 26,5 qilyapti. Yo'q, qaysi qo'qadi? O'g'ri bilan jinoyatchi qo'qadi. Aka, Xudodan qo'rqinglar. Nimaga shunaqasilari? Qanday telefon raqam bering aka? Hozirgi telefon raqami Hozirgi ikkovlaniki bitta. Shunaqa gaplar bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz davom etamiz. Mana shu yerda ham bir ajoyibi bor ekan. Hormaylar aka, nech pul ekan bu? Ha? 30 kami. Bozor nech pul qildi? 27 million. Bolasini ovasmi, xonajimi? Xonaji. Nech pul bo'ldi aka hormay? 24. Necha yashar? 3 yoshga kirdi. 24 million so'm bo'pti ekan. Xo'p. Nechinchi bolasi dedingiz? 4-chi bolasi ekan. Tish bosmagan hali. Nechta suti bor? 8 litr suti bor ekan. Bo'zaychan qaranglar. Necha kun bo'ldi dunyoga kelganiga? 1 oy bo'lgan yo'qmi? Xo'p, aka, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Xo'p, mana shu ham qiziqarli savdo bo'lyapti. Mayli, bergisi kelma. Hormaylar, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? Real savdolar. 21 million 500. 20 million 500 deyapsizmi? Nechinchi bolasi? 10 aka. 10. Nechinchi bolasi? 4 ta 5 ta tutmadi. Xo'p, shunaqa gaplar. Bular savdosi pishguncha biz boshqalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu hormaylar, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti bu? Assalomu alaykum. Nimaga aka? Eski aka, mana assalomu. Xo'p, nechinchi bola? 3-chi bola mana. 3-chi bolasi ekan. Gumon ularda aytilmaydi. Qotib qo'ygan degan so'z gumonda aytilmaydi. Xo'p. Nechta suti bor? 8 taga olaversin. 8 ta. Qiziqarli telefon raqam berasizmi? 77. 77lik 007 00 52. 52. Qadrdonlar, sotilib ketgan bo'lsa o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishlaringdan mumkin. Bizda shunaqa gaplar bizdan seroqmi? Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Hormaylar, assalomu alaykum. Nech bo'lyapti bu? 31 million 800. 31 million 800. Nechinchi bolasi? 2 yo 3-sida. 2 yoki 3-si. Nech litr suti bor? 12 litrga olsin. 12. Bozor nech pul qilyapti? To'g'risida. 31 million 800 qilyapti. Ha? 31 million 800. 1 million novosa bolasi, onasi. 1 million 800 yillarni qaranglar. 4 kun bo'ldi tuqqaniga. Juda ham ajoyib. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Yo'qmi? Mayli. Qiziqqanlarga telefon raqamini olamiz desa, telefonlari yo'q ekan.
Havas qilganlar like bosib qo'yasizlar, lekin telefon raqamlari yo'q ekan. Bo'ldi mana. Bir ajoyib chiqdi. Sutga rosa to'yapti ekan. Suti 15 da. Necha kun bo'ldi dunyoga kelganiga? 13 kun bo'ldi ekan. Oyoq qo'lini uzilgan. Qonuni qaranglar. Buni dunyoga kelganiga necha kun bo'ldi? Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 2 kun bo'ldi ekan. Bunga 13 kun bo'ldi ekan. Oyoq qo'li uzun, baquvvat ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Nechta suti bor? 15 ta suti bor ekan. Yelinlarni qaranglar. Yo'qmi? Yo'q ekan. Javob beryapti. Faqat serofmi sigirlar aka? So'raganlarga qilib beraverasizlarmi? Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam bering. 91lik 618 1030. Dastavkalari bor-a? Yo kelishiladimi? Dastavkalari bor, yeb ichishi yaxshi, sog'lom-a? Xo'p, qadrdonlar o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishini ham aloqaga chiqishlaring mumkin. 10 million kam berib, Andijon ichida bo'lsa sinab olaveradi. Ha, bir haftaga. Bo'ldi. Eshitlaring, gapini oldik, lafini oldik. Andijonlar o'zi mard bo'ladi. 10 million kam berib, Tarixda ham yozilgan mard bo'ladi. Aka, shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Ashari 3 kun bo'ldi deyapsizmi? Ha, 3 kun bo'lgan bo'zaychani bir ko'rsataylik. Nech pul qilyapti bozor, to'g'risini ayting. 28,5 million so'm qilyapti. Ha? Uchinchi qo'lini mana real odamlar ishonmasligi ham mumkin-da. Qadrdonlar 28 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti. Nechinchi bolasi? Ha? Ikkinchi bolasi. 28,5. Nechta suti bor? 12 ta 13 ta. Xo'p, olsa har dor, olmasa bizni muxlislarimiz qo'ng'iroq qiladi. Telefon raqam bering. 99lik 524 57 68. Bunaqa gaplar o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishlaringdan mumkin. Beylar, xorniylar, assalomu alaykum. Uzoqdan ko'ring, qaysi bo'lyapti? Real savdolari. Esmiga? 24 million? Ha, 44 million. Ha. 44 million so'm. Ga 44 million so'mga. Bolasini olsa ekana, nechinchi tug'ishi? 3-chi tug'ishi ekan. Nechta suti bor? 13 ta, 10 ta deyilyapti. 3-chi bolasi ekan. Xo'p, aka, qiziqqanlar telefon raqam berasizlarmi? Bo'ladimi doim ravishda? Yo'q, sotib doim ravishda bo'ladimi? Bo'ladi. Qiziqqanlar bering, yuvoshmi nihoyatda? Ana. Juda ham yuvosh ekan. 10 litr, 13 litrga sutini beraveramiz deyapti. Qiziqqanlar telefon raqam bering, qilib beradigan bo'lsangiz. Yep, mayli aka, dunyo bo'ylab bu bizniki. 97lik 300 984 15. Bizdan uchun ma'lumotga ega bo'lishlaringdan mumkin. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Ajoyib nech pul ekan? 60 million kami bor. Nechta tuqqan? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Necha litr suti bor? 10 litrdan oshiq. 10 litrdan oshiq suti bor ekan. Bolasi ajoyib ekan. Kimniki bu sizlardanmi? Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 90lik. Ha? 90lik. 90lik 776 776 0187. 0187. Qadrdonlar o'zlaricha aloqaga chiqishlaridan mumkin, ma'lumotga ega bo'lish uchun. Yana ajoyiblari chiqdi. Bular qisirmi aka? Ikkitasi bo'g'oz. Necha oydan? 15 kun bo'ldi. Ha. Qo'yganlaringga nech puldan deyapsiz bularni? Bu 7 oylik deyapsiz-a? Ha, bu 7 oylik, 7 oyga 2 oylik, ha, 2 oy. 2 bilan 7 ning nimasi bor-da, tez aytyapti. Xo'p, 2 oylik nech puldan deyapsiz bularni? Xo'p, akangiz biladimi? Xo'p, bunaqa gaplar akasi bilguncha biz yana boshqa savdolarni olishga harakat qilamiz. 35 million qilishdi ekan. Toylarga qiziqadiganlar kommentariyaga yozinglar. Keyingi safar sizlarga toylar ko'rsatishga harakat qilamiz. Toyga qiziqadiganlar, otga qiziqadiganlar.
Hormaylar, assalomu alaykum. Bu kimdan bu aka? Sizlardanmi aka? 60 million. Bozor nechta qilyapti aka? Bo'lyapti ekan. Nechinchi bolasi? 1 yo 2. 1 yo 2. Nechta suti bor? 15 ta. Qiziq qalay telefon raqam berasizmi? Xo'p, mayli. Bergisi kelmadi, biz keyingilarda olishga harakat qilamiz. Ela, bo'g'ozmi bular? Nech pul deyapsiz? 38 million, 48 Qancha? 38 ga 48. 38 ga 48. Bu necha oylik bu? 7 oydan ikkovi. 7 oydan ikkovsi ham, ha? Bozor nech pul qildi aka? Bozor 7 oydan o'tibdi ekan. Bozor nech puldan qildi? 33 qildi aka mana. 33 bo'lyapti, ha? Qiziq qalay telefon raqam berasizmi? Qanchalik? 552 77 67 bo'g'oz ekan, 7 oydan o'tibdi. O'zlarincha ma'lumotga ega bo'lishlaring ham mumkin. Bozorimizga ajoyib gigantlari chiqdi. Assalomu alaykum. Nech pul ekan bular? 100 million kami bor. Jupa 50 milliondan. Bozor nech pul qildi? Qancha? 75, 77, 78. Nechtadan tuqqan bo'g'ozmi? 3 tadan tuqqan. Xo'p. Bo'g'ozning gumon aka. Gumonmi? 1 oylik gumonni. Qiziq qalay telefon raqam berasizmi? Sotilib ketsa o'zi uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun telefon qiladi. Aka, molingizga havas qildim. Telefon qilyapman deydi. Hozir to'rs sotmagingiz ham kelib qoldi. Hozirmi? Boqib olasizlar. Arzon so'rashyapti aka. Chiroyli nech pul ekan? Aka, hormaylar. Assalomu alaykum. 70 million. 70 million deyapsiz. Bozor nech pul qildi? Bozor 58. Xaridorlar 70 million baho aytishyapti. Bozor 58 million qilib ekan. Nechinchi bo'g'oz? Nechinchi bolasi? Uchinchisiga bo'g'oz. Semental. Xo'p, uzatishga harakat qilamiz yaqindan. Qiziq qalay telefon raqam berasiz? Havas qildim aka. Nech pulga sotdingiz? Telefon raqam. O nomerni beradi. 99lik 099 76 36. O'zlarincha ma'lumotga ega bo'lish uchun ham aka havas qildim deb telefon qilib qilaverasiz, sementallardan bor. bor, serofa. Sotilib ketgan bo'lsa, narxini bilasizlar. Bo'lmasam o'zlaring savdo qilishlaring mumkin. Bormi, mana shu? 50 million aka. 50 million aytyapsizlar. Bo'g'oz a? Necha? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. Bozor nech pul qildi? Bozor hali so'ramadi aka. So'ragan yo'qmi? Qiziq qalay telefon raqam berasizlarmi? Amak nomerni aytasiz. Qiziq qalay telefon raqam berasizlarmi? 94lik 737 10 20. Necha oylik bu? 8 oylik. Nechinchisiga? 3-siga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz sizlarga yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudolar ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Hozir Hormaylar aka, assalomu alaykum. Qaysi bo'lyapti Hormaylar? Nech pulga? Bo'g'ozmi? 40 million 500 ming so'mga ana shunda savdo bo'lyapti. Real savdolari. Necha oylik bo'g'oz? 8 oy. 8 birinchisiga. Xo'p, havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Bularda telefon raqamini olaylik desak, bular o'zlari bo'g'ozmi aka bu? Nech pul deyapsiz bularda? 40 million kami bor. Xo'p, 40 million kami bor. Bo'g'oz deyapti. 7-oyga o'tdi. Nechinchi bolasi? 2-bolasi xonnidagi. Xo'p, bozor nech pul qildi aka? To'g'risini ayting. 33 million, 34 million qilyapti. Picha-picha qilsa berasiz. Boydada o'zdan telefon qilyapman desa, dastavka qilib berasizmi? Xo'p, qiziq qalay telefon raqam bering? 94lik 795 0288. Xaridorlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sotilib ketgan bo'lsa, o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishim. Keyin yana ham bomi qilib beraverasizlarmi? Xo'p. İşte savdosi hali ham 40 million 500 ming so'mga savdo. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Hormay, assalomu alaykum. Sotilib ketdimi? Nech pulga sotildi? Ha. Mayli. Shunaqa gaplar mana shu yerda bir ajoyib chiqibdi. Bir emas, ikkita egizak tug'ibdi. Kimdan ekan bu egizaklar? Egizaklar kimdan ekan? Hormaylar.
Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Havas qildim deb kommentariyaga yozib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Uxlayapti. Necha kun bo'ldi bular dunyoga kelganiga? Xo'p, 20 kun hisoblang deyishyapti. Endi 2 haftadan o'tdi. Charchaganda yotishlarini qaranglar, Voy, uxlayapti ekan bu. Mayli, bez taqmaylik. Nechinchi bolasi bular? Ikkinchisi. Nechta suti bor? Aka, nechta suti bor? Ha, bolasini o'ziga, ha? Xo'p. Qiziqqanlar telefon raqami. Bozor nech pul qildi? Ha, sotib yubordilaringmi? Nech pulga sotildi? Qancha? 43 million so'mga qadrdonlar. Bolalari novvosa yo xonajimi? Ha, bitta novvos, bitta xonajin ekan. 43 million so'mga. Deb baraka bo'pti. Gap bo'lishi mumkin emas. Havas qilganlar like bosib qo'yamiz. Bizda shunaqa gap. Bozor to'g'risida fikrlaring qanaqa bugun endi? Yaxshi. Yaxshimi, zo'rmi? Shunaqa biz Andijon viloyati Shahri Xoldonbek Jo'jachora bozorini, ana shu sigir bozorining o'rtasida biz lakasalarini Telegram orqali tashlab qo'yapmiz. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Mehnatlarimcha kerak like bosib qo'yamiz. Hormaylar, assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi bu? Bo'lgan yo'q. Birov so'ramadimi? Yo'q, so'ragan. Nech pul deyapsizlar? 40 million deyapsiz. 40 million deyapsizlar. Hech kim so'ragan yo'q hali. Nechinchi bolasi? 4-bola. 4-bolasi ekan. Ko'rsatishga harakat qilamiz bo'lmasa. Xo'p, nechta suti bor? Hoji tog'a? 15 ta suti bor. 4-bolasi. Nech pul baho aytyapsizlar? 40 baho aytyapsizlar. Bozor so'ragan yo'q hali. So'radimi? Nech pul so'radi? Har xil so'rayapti. Xo'p. Oxirgi narxini ayting. 30 so'rayapti. 30 million, 31 million so'rayapti. Qiziqqanlar telefon raqam berasizlarmi? Mayli, sotib yuboramiz deyapti, bergisi kelmadi. Biz mana shu yerda bir ajoyibi chiqibdi. Ajoyibi chiqibdi. Buni nomi nima edi buni? Nomi nima edi? Ajoyib ekanmi? Angus aka. Angus. Nechinchi bolasi? Oyoq polvonga o'xshaydi bolasi. Bolasini qaranglar. Nech pul deyapsizlar? Xo'p, bozor nech pul qildi? Hozir 36-37 qilishyapti. 36 million, 37 qilyapti. Nechta suti bor yo soqqanlaring yo'qmi? Ha, bolasi emas. Bolasi emas. Bu Angus-a bu? Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Ama akamniki edi, akamni nariga ketishdi, mol Xo'p, ko'rgan. mayli. Sizniki nech pul bor aka? 40 kam bor deyapmiz. 40 million kami bor. Bolasi novvos necha kun bo'ldi tuqqaniga? 1 hafta bo'ldi. 1 hafta bo'ldi. Nechta suti bor? 15 ta suti bor. Nech pul deyapsiz? Bozor qilishdi, 34 qilishdi. 34 million qilyapti. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 97lik. 97lik 527 12 27. O'zlaring uchun ma'lumotga ega bo'lishlaringdan mumkin. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Xo'p, mana shu yerda savdo bo'lyaptimi? Hormaylar, assalomu alaykum. Savdosi ham bo'lyapti mana. Qadrdonlar, real savdolari. Real, aka. Siz olgan ikkita odam o'qadi. O'g'ri bilan jinoyatchi aka. Oling aka. Boringizga shu. Assalomu alaykum. Aka, bozor to'g'risida fikringiz qanaqa? Bu bolada o'zi aka eskidan Xatanboy degani, eskidan mana bu yaxshi mol bo'ladi. Aha. Oling mana. Bo'ldi. Men ukasi bo'laman. Aha. Akamiz. Qani xunum olishamaydi aka. Hozir 35,5 millionga bermayapti. Ha. Ertamatda 36,5 millionga bermagan aka. Ha. Aka